Yakov Hall savdonachilar mijozlarimiz 4-dahadamiz, 3-qavat 4 xonali kvartira chiqdi. Shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu yerimiz prixожий zona, shundaymi? Prixожий mebellar qo'yilgan. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz. O'ng tarafimizda bu hojatxonasi. Bola hojatxona bilan vanna отдельный bo'ladi, chunki kvadrati katta buni. Bu tarafimiz kuxnya. Ko'rishlaringiz mumkin. Hamma sensorda qo'ydilar. Bu yerimizni shundan baland po'lat qo'ydilar balkonda, pastini bankalarni saqlab qo'yasizlar. Eshiklardan ham bir ko'rsatib o'tamiz. Bilasizlar, bu mahallani polniy taxlab qo'ydilar. Sashkalan qilib, yo'llarim cho'tga olib turibdi. Shuni prixожdan kirgandan doğru zal. Şimdi bir katta zal bor bu yerda. Konditsionerlar ham qistirib qo'ydilar. Bu tomonimizda yana bir zal bu aslında, lekin bu yerni spalni qilib qo'ydilar katta qilib. Bu yerda spalnimiz. Bu birinchi spalni, katta spalni. Bu yerda esa ikkinchi spalnimiz. Buni diski qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yerda yuvinish xonasi. Kotelomizda görüşleriniz mümkün. Yakında bunda 2 zal, 2 spalni bor, xohlasangiz mushkul jinsiyat qo'ysangizlar ham bo'ladi. Agar oila kattaroq bo'lsa, 3 spalni, 1 zal qo'ysangizlar ham bo'ladi. Qaranglar, primoy egadan pastda egan nomerini qoldiraman, bemalol telefonlashib savdolashaverasizlar. Narxini pastda yozib qoldiraman.